Ba'zan hammaning yengish imkoniyati bo'lmaydi. Insonning o'zini oldiga hurmat tushib ketmasligi uchun hech bo'lmasa o'ziga tanlangan raqibini yutish kerak. Tushunarli? Va undan keyin butun guruhni ham yutish kerak bo'ladi. Tushunarli? Keyin shunaqa insonlar bo'ladiki, guruhda tosh bosadigan insonlar bo'ladi. Har bittanglar guruhda tosh bosadigan o'quvchilar sizlar o'zinglarni ko'rsatishingiz kerak, o'zinglarni obro'yinglar, o'zinglarni hurmatinglar va sharafinglar uchun harakat qilinglar. Tushunarli? Kelishdiki, diqqatinglarni jamlasanglar yoza olasizlar. Yaqin olimpiadaga chiqadigan o'quvchisizlar. Sizlar bilan ko'proq ishlaymiz, xudo xolasa yaqindan. Eng muhimi yozishni bilishingiz kerak. Mana sizlarga bugun yozdirayotganlarimiz, har safar yozdirayotganlarimizni bir kun kelib sifrga kirgan paytingizda insho yoza olishingiz uchun. Tushunarli? Kelishdiki, lug'atga chiqamiz. Diqqat. Qaranglar, diqqat qilamiz. Biz aytganmiz, to'g'rimi? Sizlar dars o'tgan paytingizda diqqatinglarni jamlashga harakat qilishingiz kerak. Bitta narsani ustida uzoq ishlasanglar, o'shani diqqatinglarni zo'r ishlata olasizlar. Tushunasizlar? Dars o'tgan ortchinasini olib tashlanglar. Sizlar kartal guruhlisizlar, buni bilinglar. Tushuntira olamanmi? BMW bor, BYD bor. Farqi nimada ikkalasi degan bittasi brend. Tushunasizlar? Sizlarda imkoniyat bor brend bo'lishlikka. Brend bo'lish uchun nima qilish kerak? Benuqson bo'lish kerak. Tushunasizlar bolalar? Benuqson. Sizlarni bitta oddiy bugun pol brend bo'lgan, Lamborghini bo'lgan, BMW bo'lgan odam Xurshid, mashallah. Rostdan bu bola harakat qildi. Bitta narsa aytaman, diqqatinglarni ko'proq jamlasanglar, ko'proq bitta narsani ustida ishlasanglar, diqqat qila olsanglar, brend bo'la olasizlar. Birinchidan niyat chiroyli qilish kerak. Allohdan duo so'rash kerak. Alloh menga o'zing yordam bergan, xolis sen uchun qilmoqchiman. Bitta narsani bilinglar, agar niyatinglarni xolis qilib bismillahirrohmanirrohim bilan boshlasanglar, to'chni zo'r qila olasizlar. Tushuntira olamanmi? Hammanglar aqlli ishlaydigan, zakovatli bolalar. E'tibor beringlar, boshida qanaqa ko'p edinglar, hozir kimlar qolgan? Zakovati bor bo'lgan, haqiqatan xohlayotgan odamlargina bo'lgan. Bu kurash maydoni. Bilinglar, hayotda faqat kurashamiz.